Mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish, yosh avlodni raqobatbardosh bilim va mustahkam hayotiy ko'nikmalar bilan ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Ushbu yondashuv asosida hududlarda zamonaviy o'quv infratuzilmasini yaratish, mavjud muassasalarni yangilash hamda ta'lim sifati uchun qulay sharoitlar ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ana shunday islohotlar doirasida Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 44-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida qurilish va yangilanish ishlari amalga oshirildi. Assalomu alaykum Amir Temur Navoiy vorislari, millatning kelajagi prezident farzandlari. Va alaykum assalom ustoz. Xususan 330 o'rinli yangi o'quv binosi barpo etilib, 210 o'rinli eski bino to'liq rekonstruksiyadan chiqarildi. Ushbu loyiha investitsiya mablag'lari hisobidan moliyalashtirilib, buning uchun 6,5 milliard so'm yo'naltirilgan. Prezidentimiz barcha sohalarga yuksak e'tibor qaratib kelmoqdalar. Jumladan, ta'lim sohasiga qaratayotgan e'tiborlarni biz o'z bilim dargohimizda har joyda his qilib turibmiz. Bizga berilayotgan e'tiborlar tufayli darslarimiz samarali bo'lib o'tmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan sinfxonalari, elektron doskalar, kompyuter xonalari, zamonaviy laboratoriya xonalari. Mana shu bizga berayotgan imkoniyatlardan foydalanib, vatanimizga munosib, bilimli avlodni tarbiyalashdan hech qachon charchamaymiz. Bugungi kunda mazkur ta'lim maskanida o'quv jarayonlari zamonaviy talablar asosida tashkil etilib, o'quvchilar to'liq qamrovda bilim olmoqda. Yangilangan infratuzilma fanlarini chuqur o'zlashtirish, amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish hamda ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Yaratilgan imkoniyatlar natijasida o'quvchilar fan yo'nalishlari bo'yicha tanlovlar va sport musobaqalarida faol ishtirok etib, munosib natijalarga erishib kelmoqda. Bu esa ta'lim jarayonining mazmuni va sifatiga berilayotgan e'tibor samarasini ko'rsatadi. Avvalambor, bugun yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor uchun muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Maktabimizdagi zamonaviy sharoitlar, yangi darsliklar va texnologiyalar bizning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqimizni yanada oshirmoqda. Bizga qaratilayotgan bunday keng imkoniyatlar yurtimiz ravnaqi uchun yetuk kadr bo'lib yetishib chiqishimizga mustahkam poydevor bo'ladi. Shu bilan birga ta'lim maskanida milliy targ'ibot kunlari, kelajak soati kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar reja asosida muntazam o'tkazib kelinadi. Ushbu jarayonlar yoshlarning vatanparvarlik ruhini mustahkamlash va kelajakka mas'uliyat bilan yondashuvini shakllantirishga yo'naltirilgan. Mazkur faoliyatlarning barchasi maktab rahbariyati tomonidan nazoratga olib borilib, ta'lim-tarbiya jarayonining barqarorligi va samaradorligini ta'minlaydi.